Hurmatli kanalimiz a'zolari, yana bir mavzuyimiz bu qon bosim ko'tarilishi yoki tushishi haqida bo'ladi. Normada yurishi ham bu hammasi qonimizning ko'rinishiga bog'liq bo'ladi. Mikroskopda ko'rganimizda qonimiz mana bunday chiroyli qon bo'lsa, o'rtadagidek. Mana bunday chiroyli qon bo'lsa, demak dumaloqqina bo'lishgadek chiroyligina ko'rinib turibdi. Mana qarang. Chiroyli bo'lib tursa, bizda bu degani suv H2 mana suv kiryapti va chiqib turibdi. Bunda izotonik normada 9%. Agar gipotonik, ya'ni qon bosimimiz past bo'lsa, bunda suv ko'payib ketadi. Suv kiryapti, chiqib ketishi yo'q. Mana suv kiryapti, sterilka bilan ko'rsatilgan, suv chiqib ketishi yo'q. Demak bu shishib qoladi, suvga bo'kib qoladi, bo'kib qolgan qon. Bu qonimiz demak og'ir bo'ladi, qon tomirlarimizda qon aylanish yaxshi bo'lmaydi. Sekin og'ir aylangani uchun qon bosimimiz tushib ketadi. Mana bu esa suv chiqib ketyapti, H2 qonimizdan chiqib ketyapti. Kirish yo'q, suv kirish yo'q. Demak bu mana bu pachaq qolgan, ya'ni dami chiqib ketgan koptakka o'xshaydi. Mana bu esa suvga tushib ketgan koptakka o'xshaydi. Mana bo'sib qolgan. Mana bu dami chiqib ketgan koptakka o'xshaydi. Bu qonda gipertonik. Bu degani mana ichida suv bo'lmagandan keyin, dumaloq bo'lmagandan keyin dami chiqmagan koptakni tepsangiz bir joyda qolib ketadi-ku. Xuddi shunday ham bu ham qon tomirlarimizni qayerlardadir qolib to'da bo'lib, bu yerda tromb hosil qilyapti-dagi, bizni qon aylanishimizni, tomirlarimizni to'ldirib, kelajakda bizni qon bosim bilan yuradigan, katta qon bosim bilan yuradigan qilib tashlayapmiz. Demak, qonimizni normada biz doim mana shunday chiroyli qon bilan, mana shu turishda chiroyli qon bilan biz izotonik, ya'ni natriy xlor normada bo'lib yurish kerak. Kam ham bo'lmaslik kerak, ko'p ham bo'lmaslik kerak. Shuning uchun biz bez очищения нет исцеления deydi ruslarimiz. Tozaliksiz shifo yo'q degani. Mana bunda ichaklarimiz asosiy bularning eng birinchi kelib chiqishining sababi mana ichaklarimiz mana bunday toza bo'lishi kerak. Mana bunaqa ichkarida qorin to'ydirib ovqatlanib yotib qolmaslik ularni biz tavsiya qilamiz va qabziyatga yo'l qo'ymasligimiz kerak ich qotishga. Ich qotishga yo'l qo'ydimi, bundan quyuq qon suriladi. Quyuq qon suriladi va natijada bizni butun tanamizda quyuq qon aylangandan keyin, xolesterinli qon aylangandan keyin jigar ushlab qolaverib, jigar to'lib qoladi-dagi. Jigar o'zining ishini bajara olmay qoladi. Natijada qon tomirlarimizda xolesterinli qonlar aylanib, juda qonlarimizni kasallanishiga olib keladi. Shuning uchun biz qon bosimi haqidagi bugungi mavzuyimiz ozgina men vaqt qisqaligidan foydalanib ozgina aytib o'taman. Ko'p bo'lsa, ko'plar Telegramni ochmayapti ekan. Shuning uchun vaqtni qisqaroq qilib ozgina tushuntirish olib boraman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ham kuzatib boring. Rahmat.